Do'stlarim, assalomu alaykum. Registon choyxona tandir go'shtdan gapiramiz. Bizda yana bitta yangilik bor. Saturnning jiyani, xudo xolasa, qizilcha degan narsa bor. Buni Qashqadaryo surxondaryoliklar yaxshi tushunadi. Bilmadim, balki voha, vodiy sizlarda qanaqa bo'ladi, kommentariyada yozib ketasizlar. Yo'lga qo'ydik do'stlar. Yarim soat oldin bir do'stlaringiz bilan kelaman desanglar, go'shtni shunaqangi qovurib beradi bizni bratishga. Hozir jarayonlarni bitta-bitta ko'rsatamiz. Erinmasanglar ko'rib boringlar iltimos. Birinchi dumbani eritib olamiz, ha? Nasib bo'lsa yana necha minutdan ketaverib bo'ladi bu? 3-4 minut. 3-4 minut, ha? Do'stlarim, mana bu Qashqadaryocha qizilcha bo'ladi bu bizaniki. Ichi yumshoq, usti ko'ri chiqanli. Hozir taq bo'lganda suzib, ta'mini ham ko'rsataman. Bir yo'la o'sha dumma go'sht pishgan yoqqa birdan kartoshkani ham tashlab qo'ya qoldik. Tapga qarab, xohlovchilar uchun. Kartoshkamizni chiroyli qilib laganimizga solib olamiz endi. Go'shtimiz ham tayyor bo'ldi. Qizilcha, mana buni do'stlar, sizlar tushunasizlar buni. Ana buni bizda qizilcha deydi. Xush kelibsizlar Registon choyxona tandir go'shti. Ana endi qizilchalarimiz ham mavjud. Ana bu tayyor go'shtimiz do'stlarim. Ana endi tatib ko'ramiz do'stlarim. Aytganimdek, usti ko'rishkali, ichi yumshoqqina.